Eyyo, salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Ehold. Bugungi videoga xush kelibsiz. Bugun men shunaqa Water akvaparkga tushib oldim. Akvapark. Suvli akvapark. Xo'sh, bu yer zo'r ekan. Mana xuddi shunaqa suvli akvaparkni ko'rib chiqamiz bu yerni hozir. Yaxshi, bu yerda bo'ladi. Bu yoqqa ko'rgan joylari ham bor. Qancha qilamiz bu yerdan. Bizga mumkin. Xo'sh, boshqa yerlarni ham ko'rib chiqamiz. Water Aquaparks, suv parki deyapti. Bizga baribir biz kirib keta olamiz, bizga mumkin. Bu yerlardan chiqish men uchun mumkin emas. Hali suvda akvaparkda shuncha oddiy shasha o'ynaydigan joy emas. Bu nima? Bular oddiy oqib turadigan suvda cho'milib bo'lmaydigan kir. Uyingga kir. O'yinchi qatdan paydo bo'ldi. To'xta, men san hozir o'zim to'g'ri demaslik uchun men o'ldiraman. To'xta, kimsan? Qol bu. Bu men joy. Qanchasi bu nima qiladi ekan? Voy, bu akvaparkdan narsalarni olish mumkin ekan bu yerda. Hozir bitta soat to'g'rilab olaylik-da. İkisi de kısımlarda o'zi yetadi. Bitti, bunu alamiz. Bundan ham olamiz. Bundan ham olamiz. Yaxshi, endi bularni sinab ko'rishimiz kerak. Mana invertor hisoblaydi. Bu nima? Suvimiz. Stop, hozir invertorda almashtirdik. Bu nima endi? Tartım shekilli. Suv yerga tashlaymiz. Zambaraklar buni yomoni var. Mana bu yerdan otadigan joylargacha haqiqiy zambarak bo'lib qopti. Ama bu kartani вообще zo'r yasashibdi. Oy, bichara joy. Siz nima sotasiz? Xuddi shu narsalar ekan. Hozirgina mana bu isqart sherigizdan oldim shu narsalarni. Sen kimga isqart deyapsan? Demadi. Yaxshi. Ularni yo'ldan gapirib beraman. Asamda deb. Sana shanga. Kiksa babul. Ona asla kuchayganskiy. Bu idishlarga chop kelib qo'yishibdi o'zlari uchun. Kuchayganskiy. Ovqatlangan joyda. Xudoyim. Yo'q, polni suvga tushib
bu akvaparklarla yaşamayacaktan tuzlu Minecraft'tan kuşlar. Yaxşı, bu yerdeki abzorumuzu devam ettiremiz. Yok doyum. Meni otarken. Davay ketme şıkkar dur. Meni otarken bu. Neyse. Ha bu küçük. Su ballar için joy. Amadeus. Punktu falan çıkardı da bir konuştum. Yaxshiyam chiqish qiymasiga. Oo, mana ekanda. Sana Sharingan. Xo'sh. Yoo, qana. Hayotda shunaqa joy bo'lsa-mi? Mazzaydi. Yo! Obunaşdan nima bu? Yo, nima bu? Yo. Bitta olsam o'lib qolasan. Nimani tuxum bu? Pol. Bo'ldi, yur pol. Men seni urmaslikka va'da bermayman. Buncha qilib menga ishlaysan. Davay ket. Yaxshi pol. Stop. Men polni ishlasam cho'kmayapti. Ko'rganman. Yaxshi pol, sen shu yerda tur. Qiziq narsalar ko'p ekan bu yerda. Sen kimsan? Liliya ekan. Stop, sen hali qiz bo'lamisan? Bular hozirgi Minecraftda ham, hayotda ham qizlar bilan o'g'il bolalarni jo'natib qanday ketadi narsalar. Kim biladi? Yoki gay sirat erkaklar ko'payib ketyapti. Bor-u. Davay lava tarafga olg'a. Ha, bu cho'kkan kema. Ama lekin zo'r qilishibdi. Dekoratsiyalarga ishlab, butun turlar chiqib turibdi. Bo'sh o'tu. Lavalar, magmalarni qo'yib shu o'xshatib to'g'nashlar. Bulardan kim yasagan bo'lsa ham вообще zo'r yasab. Men aylanib ketdim. Obunachilar, men bu modni qayerdan topdim deyishlar mumkin. Men bu modni Bax uzda Telegram kanalidan topdim. Bemalol Bax mod deb yozsanglar, Telegramda chiqadi. Sizlar bemalol kirib, shunaqa modlarni tortib o'ynashlar mumkin. Voy, mana buni qo'yinglar, davay. Pol, sen keraksan menga. Men seni pol deb chaqiraman. O'zi pol bo'lsa ham. Start. Bugun kimlar yo'q? Bugun ustoz faqat siz yo'qsiz. Yo'q, uxlama. Pol silkinmasa bo'ldi. So'z, amsa, tuqirdim hammasiga. Bu yo'qani aylanamiz.
Kim bilan ish kelar ekan? Men bilan ish keladimda. Yana kim keladi boshqa? Korоче, pul xafa bo'lmaysan, men seni o'ldirib qo'ydim. Yo'q, plajda yotoqqa balo bormi? Plajda bedga balo bormi? Matras. Qizlar uchun ham qilib qo'yishibdi. Yaxshi obunachilar, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan afzal kontentlar hali bizda chiqadi.